Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da, Telegramda va Instagramda doimiy kuzatib boradigan obunachilar, Aydermed klinikasining muxlislari va bizni doimiy kuzatib boradigan qadrdon do'stlarimiz. Bugun rubrikamiz ozgina o'zgardi. Doktor Odilbek Masharif Hajiboyevichning o'rnida o'zimman, ismim Salimjon, Odilbek Masharif Hajiboyevichning yordamchilariman. Klinikada ichki tartib qoidalari bo'yicha va ichki holat bo'yicha ishlaymiz. Bugun yana bitta mijozimiz o'z litsenziyalarini yakunlayaptilar. Shukurova Oliya opamiz. 1962-yilda Buxoro viloyat Qorako'l tumanida tug'ilganlar. Bizga kelganlariga rapor 8 kun bo'ldi. Bugun 8-kunlari. Holat masalasi bo'yicha birlamchi vaziyat haqida gaplashamiz. Undan keyin har bitta elementiga alohida to'xtalamiz. Oliya opa, lichenyangiz bugun 8-kuni. Kelgan paytdagi vaziyat holat qanaqa edi? Nima bezdi? Kelgan kunimdan ancha yaxshi. O'zgarishlar ijobiy. Asosiy muammo tizda deydi, adashmasam. Asosiy muammom har ikkala tizzada artroz bor, osteoartroz. Birida birinchi, ikkinchi, birida ikki, uchinchi. Asosiy qiynayotgani chap yuzda, chap tizza ko'proq qiynayotdi. Ko'proq chap tizzam. Keyin menda stenoz bor ekan. Osteoporoz boshlangan. Stenoz qachon aniqlandi? Bizda aniqlandimi yo oldin? Ha, bizda aniqlandi. Men MRT tushib kelganman. Bu yerda Oybekjon ko'rdilar. Stenoz to'liq, juda ham kuchli yallig'lanish, keyin osteoporoz bor dedilar. Kelgan paytda qabulda biz bilan birga o'tirdingiz. Shaxsan o'zim qabul dedim. Qabuldagi vaziyat qanaqa edi? Ya'ni u yerda qancha kutdingiz va og'riqlarning saviyasi birdaniga qabul jarayonining o'zida kuchaydi va inshaalloh litsenziyaning birinchi kun, uchinchi kunlari qolib bo'ldi og'riqlarimiz qola boshladi. Chunki inson baribir ko'p o'tirganda, ko'p harakat qilganda og'riqlar ba'zilarida kuchayadi, ba'zilar pasayadi. Oliya opamizda asosiy muammo tizzada. Ya'ni yurib kelib turib o'tirgan jarayonda og'riq birdan kuchayadi tizzani o'zida. Tizzani pastga qarab beradi. Ko'proq shu harakat qilganimda og'rirdi, keyin uzatib o'tirganimda yoki ana bunday osiltirib o'tirganimda oyog'imni ko'proq og'ridi. Qolishlar bo'ladi. Oyoqni o'zida. Ha, oyog'i o'zida. Keyin yana harakat qilib ketsa qiynalasiz. Ha, qiynalardim. Biroz yurgandan keyin joyiga tushib ketardi, shunda ham sanchib og'rirdi. Artroz bu oldingi jarayon, ya'ni bir necha yillar davomida, eng kamida bir necha 10 yil davomida, bir necha 10 yil davomida u miyada titilish hammada bor. Miyopatiya hammada bo'ladi. Menda ko'proq artrit, shamollash. Tizzani o'zida yallig'lanish kuchli bo'lgan. Tushunarli. Bugun 8-kuningiz. Davolanish muolajalarini почти 70-80% уже tugab bo'ldi. Oybek Qurbonovning o'zi shaxsan va har bitta kasallik bo'yicha alohida doktorlar bizga qaradi. Hozir vaziyat qanaqa? Kelganda qanaqa edi? Boya aytganingizdek o'sha achitishlar, boshqalar va hozirgi vaziyat kundalik turmush tarziga, jarayonga qo'shilib ketish uchun yetarli deb o'ylaysizmi? Yetarli. Mana endi ana shu aytgan sog'lom turmush tarziga qo'shilishga katta yordam berdilar. Og'riqlarim pasaygan. O'sha harakatlarim yaxshilandi. O'sha oyoqlarimda qotib qolishlar, bellarimda qotib qolishlar yengillashdi. Ayniqsa beldagi ikkilamchi stenozning belgilari yo'qoldi. Achitish, tolish. Achish yo'q edi. Oyog'im panjalarimda bor edi. Uyish bo'ladi panjalarda. Bitta panjamda, chap tomonimda panja ostida uyish bor edi. Keyin bu yelkamda og'riq bor edi. Bu yerda ham artroz prizniklari, keyin ikkinchi nima protruzia deyishdi. Bo'yin o'zida, bo'yin ko'krakda. Plazmalari oldim. Yaxshi natijalar berdi. Xo'sh, yallig'lanishlarim menimcha ancha olindi. Plazma terapiyadan keyin ayniqsa. Plazma terapiya, keyin menga ko'proq shu yallig'lanishni yo'qotish uchun antibiotiklar qilishdi. Endi bu hamma joyda bor. Boshqa joyda topa olmagan nimani topdingiz? Topa olmagan narsam bu yerda faqat mana shu doimiy gimnastikalar, harakatlar. To'g'ri jismoniy harakat. Jismoniy harakat hamda to'g'ri ovqatlanish. Mana shu ikki narsa juda katta yordam berdi. Chunki men shu paytgacha davolanganman, lichenziya olganman, davolanishlar. Lekin mana shu ikki narsani menga hech kim tavsiya qilgan ham emas, men bilgan ham emasman. Ya'ni oldin bo'g'im kasalligi bo'yicha, umurtqa pog'onasi kasalligi bo'yicha ham faqatgina dori-darmonni, plazma terapiyani, massajni o'zidan tashqari to'g'ri harakat, to'g'ri ovqatlanish va shunga o'xshagan bir nechta omillar kompleks yondosh ilinmagani hisobiga shu darajagacha yetib keldi. Kompleksni davo qilganlaringiz uchun meni ahvolim yaxshilandi. Bu ya'ni rezultat tezlashdi. Mana boshqa joyda 2 ta, 3 ta, 4 ta kursda olinadigan narsa 8 kun, 7 kunda o'sha yaxshigina omilgacha aylanib sizni jismoniy harakatingizni qayta tikladi. Yaxshi natija berdi. Demak, bu kompleksni davolanish kerak ekan. Eng muhimi to'g'ri harakat. Eng muhimi to'g'ri harakat. To'g'ri harakat.
Chunki men qadam to'g'ri bosish haqida videolarni ko'rdingiz. ko'rganman, Odilbekni o'zi dars ham qilib berdi. qilgan, 2 marta qilib ham qildi. berdilar, aytyaptilar. Bundan ilgari ham ko'rganman. Men oktyabr oyini oxirlarida ko'ra boshlaganman. 3 oy, 4 oy Odilbekni. kuzatib. Ha, mana shu yerda shu to'g'ri yurish qoidasini eshitganimdan keyin darslardan so'ng shunga amal qilib ko'rdim. Qarasangiz haqiqatga yaqin. Yaqin, ha. Hech kim Kuzatdim. aldamayapti. Ha, to'g'ri. Kuzatdim shu narsani. Keyin shu to'g'ri yurishni boshladim. Qadamni to'g'ri bosish. Qadamni to'g'ri bosishni Ya'ni boshladim. birinchi omil oyoqni ikkalasini bir-biriga nisbatan o'rtasidagi masofasi, Ha. tovonni birdan tushishi va undan keyingi To'g'ri. panjalarni Ha. harakat. Keyin har ikkala oyog'imni vaznni shu og'irlikni bir xilda tashlashga harakat qildim. Iloji boricha Ha, mana iloji boricha. lapanglamasdan, Ha, ya'ni yo'q, ha, o'zimiz tilayotgan to'g'ri, lapanglamasdan ha. to'g'ri yurishga Qadam harakat qildim. tiklab yurib, qadamlarimni poshnadan boshlab tashlab, kattaroq qadam tashlab yurdim. Chunki boshqa mashqlarni qilishga qiziqdim-u, lekin qilmadim. Chunki menda Chunki ham sizda artroz, muammo kuchli. ham belda stenoz. Men Albatta. u kishini darslaridan o'zimdagi kasalligi bir 50% diagnozini qo'ydim. O'zingiz Shuni deb o'ylayman-da endi. 400-500 ming so'mdan har bitta doktorga pul to'lamasdan, Yo'q, to'lamasdan. hech qanaqa hech kurslarsiz, boshqasiz, Ha, kurslarsiz. просто gapi uchun, Ha. eshitilgan gapi uchun. Eshitib bordim, ha, challengelar tugadi, keyin webinarlar, shularni ko'rib, keyin shu yerga kelishga Qaror qildingiz. qaror qildim. Demak, buni davosi bor ekan. Men davosi to'g'risi, albatta bor. umidimni uzgandim-da, bu kasallik davosi yo'q ekan. O'sha qaradingiz 50 dan oshyapsiz. Boshqa joylarga telefon qilsangiz 50 dan oshgandan olmaymiz deydi. 60 dan oshganman. 60 dan ham oshdingiz. O'sha oshganman. olmaymiz deyapti ularni. Shunaqa Ha. joylari bor. Men To'g'ri. eshitdim shu narsani. Ba'zi klinikalar yosh doirasiga qarab olar ekan. Bizda unaqa emas. To'g'ri. Ya'ni umurtqa pog'onasi kasalligi bo'yicha va qo'shimcha kasalliklar bo'yicha ham yosh doirasiga qaralmaydi. Har qaysi yoshda ham lecheniya qilingan jarayonda yoki lecheniya davrida yoki undan keyingi kasallikni holatini qay darajada o'zgarishi mijozga birinchi qabulda, ya'ni birlamchi qabulni o'zidayoq har bitta kasallik bo'yicha qabuldagi glavrachlarimiz tomonidan tushuntiriladi. Oybek Qurbonov birinchi ko'rganda Ko'rdim. MRTs yo'q edi, MRTga buyurishdi. Yo'q, MRT bilan keldim. MRT bilan ko'rishdi. Ha. Ma'qul ko'rdim. MRTni o'zini ko'rib sizga o'sha joyni Ha, o'zida ha. yechim chiqarib berildi, bu to'g'rimi? Men MRTni Odilbekka yubormoqchi ham bo'ldim. Keyin to'g'risi balkim sifatsizroqdir dedimda, o'zim borganda olib O'sha boraman. Buxoroning o'zida qilingan, to'g'rimi? Ha, Buxoroning o'zida qilingan. o'zimiz tumanimizda. Tumanning o'zida qilingan. Klinikada bor. Abdurashid Razoqovni mehmon klinikada Mhm. olib keldim. Bu kishi yaxshi. Sifati o'rtacha Ha, deyishdi. ha. Qayta qildirishga hojat To'g'ri, yo'q deyishdi. hojat yo'q deyildi. Lekin o'sha qabulni o'zidayoq qanaqa bo'lishi mumkin, qanaqa bo'lishi kerak va kasallikni holati nima? Ya'ni bizga ko'p mijozlar keladi, har bitta kasallik bo'yicha davolanib ketishim kerak deb ham tizzani ham belini davoladi, lekin asosiy e'tibor qaratiladigan organ bitta bo'ladi har doim. Ya'ni umurtqa pog'onasi kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, undan tashqari yurakdagi, ichki organdagi muammolar bitta kompleksiviy bizga kelganda asosiy e'tibor qaratiladigan joy bitta yoki ikkita yechim bilan bo'ladi. Qolgani baribir davom etadi. Xuddi sizdaqidagi. Ha, Ya'ni to'g'ri. tizzingizdagi asosiy muammo bu plazmaterapiya yoki tizzani o'zini punksiya qilish yoki shunga o'xshagan To'g'ri. yog'lari boshqalari bor. Uni quygan holatda alohida lecheniya qilinadi. Mhm. Beldagi To'g'ri. muammo bo'yicha ham albatta Alohida. chora-tadbirlar qo'llaniladi. Har Ya'ni qaysi, har qaysi. Ha, yurak Alohida. bo'yicha ham, yurak bo'yicha ham, jigar bo'yicha ham, qo'shimcha organlar bo'yicha ham hamma davolash muolajalari qo'llaniladi va albatta birlamchi kasal, ya'ni asosiy kasal bu e'tibordan chetda qoldirilmaydi. Ko'proq yondashiladigan bitta kasal bo'ladi baribir. Mana bularda Oliyapimizda asosan tizzalarda muammo kuchli. Oliyapa fikringiz qanaqa? Lecheniya bo'yicha, lecheniyadan keyingi jarayon bo'yicha va tavsiyalar bo'yicha. Barchasi ijobiy. Inshaalloh yaxshi bo'lsin. Hamma uchun foydali harakat qilib, ya'ni foydamiz tegishiga harakat qilamiz. Umumiy ma'noda bizning klinikamizda qaysi bemor kelib davolangan taqdirda ham uni kasalligining holatidan iloji boricha individual yondoshilgan holatda vaziyatini o'rganib chiqib, foydali va manfaatli va eng muhimi vaqt va mablag'ni tejagan holatda lecheniya qilib berishga harakat qilamiz. Boshqa joylarga nisbatan kasallikning holatini chuqurroq o'rganish va uni tanada va bemorni o'ziga ko'proq tushuntirib berish va lecheniya davomida bir nechta organlarni ketma-ket lecheniya qilish va uni kompleksiv yondoshilgan holatda davolash muolajasini yuqori saviyada va eng muhimi kerakli doktorlar bilan amalga oshirish mana shunaqa natija beradi. Ya'ni 5-10 yildan beri yoki eng kamida 6-5 yildan beri qiynab kelayotgan bir nechta muammolar, bitta emas, bir nechta muammolarni va bugungi kungacha ham hali yuzaga chiqmagan qo'shimcha kasalliklarni aniqlash uchun albatta chuqur tekshiruv va bemor holatidan kelib chiqib tavsiya maslahat berish kerak.
Olyapman, inshaalloh bu kasallikdan qutulib keting. 60 yosh degani bu katta yosh emas. To'g'ri. Hamma yoshda ham nechingni qilsa bo'ladi. Eng muhimi harakatdan to'xtamang. Rahmat. Sizingiz uchun eng kerak narsa harakat. To'g'ri. To'g'ri yurish, to'g'ri o'tirish. Inshaalloh ozish tartib qoidasi bo'yicha yoki qo'shimcha muammolar bo'yicha hali ketayotganingizda hamma dokumentlarimizni beramiz, yo'nalishlarni, uslublarni o'rgatamiz. Har bitta doktor nomerlarini olib ketasiz. Inshaalloh Buxoroga borganimizda mehmon qilasiz endi. Foydamiz tekkan bo'lsa xursand bo'lamiz. Rahmat. Joyingiz sog' bo'lsin, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Hammalaringizga Sizlar bizani kuzatib turinglar. Bunaqa videolarimiz hali ko'p chiqadi. Joyinglar omon bo'lsin. sog' bo'ling. hammalaringizga rahmat. Dunyo turguncha turinglar. Menga motivatsiya berdingizlar. Mana shu yerdan juda katta bir umidlar bilan chiqib ketyapman. Inshaalloh yaxshi bo'ladi hali. Yaxshi bo'ladi. Hali bundan Dunyo zo'riga bo'lib erishasiz. o'yga. Siz bilan 6 oydan keyin gaplashamiz. 6 oy bizni litseyamizani o'zi umumiy yo'nalishi va vaqti 6 oyda. Bitta litseydan keyin 6 oy davomida mijoz o'zini holatini to'liq o'zi обработка qiladigan bo'lib qoladi. O'ziga bog'liq. O'zizga bog'liq albatta. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Hammalaringizga katta rahmat. Siz ham sog' bo'ling. Sog' bo'ling.